Toshbuyuk odamizning davomchilari 13 ta farzandni tarbiyalab, uni o'stirgan otaxonimizning davomchilarining uloq ko'pkarisi Nolovoy marrasi boshlandi. 1,5 million so'm olasiz. Yuqori marramizga Chopiy polvon. Qani polvonlar harakat qiling. 1,5 million so'm. Merosh akamizning nomidan solim qo'yilyapti Nolovoy marramizga. Tadbirkor akalarimizning solimlari. Xaritaga ko'tarildi, qani polvon mahkam bo'lay. Harakat qiling polvon, harakat qiling. Agani ko'targan polvoningiz sherigingiz bo'lmaydigan bo'lsa, tizginni ushlamang, qo'yib yuboring o'zini. Mayli samonga borsa bo'ldi. Borot polvon, Nolovoy marramizning polvonlari. Maydon egalari Borot polvon 1,5 million so'm solimga tashladi. Yigitlar takani olib kelamiz. Barcha polvonlarni mikrofon yaqiniga taklif qilamiz. Polbekni polvoni Akiyam bilan 1,5 million so'm Nolovoy marramizga marra qilgan polvonimiz. Borot polvon omadlarini bersin. Xudo xolasa avtomobillarga, oxirlarga solish polvonga nasib qilsin. Takan olib kelinglar yigitlar. Barcha polvonlarimizni mikrofon yaqiniga taklif qilamiz. Anosh polvon omadlarini bersin polvonimiz. Polvon yoniga iltimos ozgina tezlash boramiz. Xo'p, bayroqchilarimiz ikkalalaring qanisizlar? Bo'ldi. Naimjon akamiz bizni chap tomonimizda, polvonlar eshiting. Bizni chap tomonimizdan Naimjon akamiz do'mbeylik qilishadi. Yuqori marrani chap tomon deb hisoblayapmiz. Yuqori marra chap tomon hisoblanadi. Hamma eshitib olsin. Tushundilaring-a? Bobojon hoji akamiz pastki marramizda turishadi. Pastki marramizni Bobojon hoji akamiz qaraydi. Xudo xolasa bugungi uloq ko'pkarimizni chiroyli bo'lib o'tishi sizga uchalamizga bog'liq. Shu xalqning oldida yuzimiz yerga qarab qolmasligi uchun uloq ko'pkarimizni faqat halollik bilan chopamiz. Tushunarli bo'ldi. Qaysi biringizda mabodo apparat bir qandaydir boslama ishlatmalarni ko'rib qoladigan bo'lsam, polvonlar eshitib oling. Qizil ola. Hammalaringga tushunarli. Gulxon keling baqa. Mana shu yurtni farzandlari, polvon yigitlar 3 talari qizil olganida
Kimlar edi? Qani Abdumalik Shukrullo, yana kim? Jasur. Abdumalik Shukrullo Jasur. Qolganlar qochinglar, uchalalarim aytda tursin. Qochib olinglar, xalaq bermanglar. Kelinglar yigitlar. Biz qonun ustuvor davlatda yashayapmizmi? Vatan uchun har qanaqangi holatda tayyor turaylik. Yurtingizni, oilangizni, viloyatni, respublikamizni himoya qilishga sizni polvon sifatida polvon deb chaqirildimi? Boraylik. O'sha ish qolib ketsin. Mana uloq ko'pkari ommaviy tadbir o'yinlariga kiritilgan, prezidentimizning o'zlari bosh nazoratlar kuchaytirilgan. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bu yigitlarda qizilini o'zim iltimos noma bilan kecha Gulxonbek akamiz iltimos qilishganligi uchun o'zim iltimos qilib, federatsiya xodimlariga iltimos qilib kecha yetkazib kelganman. Men birovga qizil berib, shu qadar zo'r mazza qilib uyimda uxlamayman. Tushunarli akalar. Ertaga meni ovozimni eshitganda ham, buni qo'y deydigan bo'lmasin deb atayin yetkazib keldim. Bu so'xti xalqini hurmat qilganligim sababli. Mana sizlarni endi ko'rib turibman. Polvonlar, omad tilaymiz. Bu safardan keyin hamma polvonlarga tegishli qamchi ko'tarib, bir-biringizga do'q qilib, so'kinib, boshqa qiladigan bo'lsangiz, ichki ishlar xodimlari, uloq ko'pkari federatsiya xodimlari, milliy gvardiya xodimlari mana shu yerda nazorat ostidasiz. Telefonlar hozir o'ta ham rivojlanib ketgan. Birinchi o'rinda Allohdan qo'rqaylik. Bir-birimizni hurmat qilaylik. Dinimiz bittami? Ertaga kerakli paytda kechirim so'ralmay qolmaylik. Urush to'polonga hech qanaqasiga o'rin yo'q. Polvonlar, sizlarga omad tilaymiz. Hurmatli uloq ko'pkari ishqibozlari, aziz do'stlar, mana bugun biz Farg'ona viloyati So'x tumani Ravon fuqarolar yig'inida yashab o'tgan Toshmetin otamizning davomchilari, Toshmetin otamiz Feridon badavlat xonadonlardan biri 13 ta farzandni katta qilib, uylab, joylab, mana nabira evaralari, chevaralari xudo xolasa davomchilari bo'lib, uloq ko'pkarilarimizni ham chopib boryapti. Ilohim bu xonadonga fayz baraka bersin. Alloh taolodan so'raymiz, xonadonlarda hamisha xursandchilik kunlar bo'lsin. Dadaxon hoji otamiz, Qodirjon otamiz, farzandlari Jahongir ukamiz, qadrdonimiz, Sardorbeklarning farzandlari Sobir Shoh, Sarvarbek, Ibrohim, Javohirlarning xatna to'ylari munosabati bilan bugungi uloq ko'pkarimizga barchamiz jamijan bo'lib turibmiz. Ilohim yurtimiz tinch, yurtimiz obod bo'lsin. Yurtimiz hamisha gullab yashnasin. So'xda mana shunaqangi xursandchilik kunlar, to'ylar hamisha davom etsin. Qorakalarimizga duoni ozgina kechiktirib beramiz hozir. Rahmat, hammalaringga salomat bo'linglar. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin. Jannat makon o'lkamizga ko'z tegmasin. Vaqtimizga yurtboshimiz Shavkat Miromonovich omon bo'lsinlar. Viloyat ichki ishlar xodimlari, So'x ichki ishlar xodimlari, milliy gvardiya xodimlari, federatsiya xodimlari barchalariga
chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Yurtimizga ko'z tegmasin. Muxlislar, sizlardan iltimos, ichki ishlar xodimlarini ham qiynamagan holatda uloq ko'pkarimizni chiroyli bo'lib kuzatib borishlikni barchalaringdan Allohdan so'rab qolamiz. Hech kim maydonga tushmasin. Polvonlarimizni barchalariga omad tilaymiz. Qorakamiz hozir duo qilishadi, uloq ko'pkarimizni boshlaymiz. محله ما خانه دارم یا تیم جهان داری یا شما انصاف کرد و پیرو ایمان کرد پروردگار همون روزا من همون تماشا آمگی که چمنش با افنه رسد آمده کارو برا روی کارو تو نتیاد پروردگار در پناه از من خودش نگه دارد همون رحمت او توش بیت من چند تا فرزنده کلام کرده وای رسد خونه در بچی کرد اویلای مستحکم کرده حواس میگه که انسانای به دنیا آورده من از دنیا گذاشته همه جوشان جنت شود روحشون پروردگار پرواشون شاد کند پروردگار همه آمد یگتا چمنو تو افنده رسد برار کارو کشایش کاراتون اتد آمین و رب العالمین Rahmat. Qarang, yuqori marra bizni chap tomonimizga yurgizirasizlar, ha? Takam yuqori marraga borib tushgandan keyin birinchi marra solimlarini aytamiz. Xo'p, mana. Taka yerdami? Ko'karimizning birinchi marra solimlari bir gilam 100 ming so'm bilan borasiz. Bir sarka solim bilan qaytasiz. Qani polvonlari harakatingizni qilib chaborasiz. Bugun Farg'ona viloyati So'x tumani Bolbot maydonida Hashmiddin otamizning davomchilari birinchi marra solimlari boshlandi. Harakatingizni qilib chaborasiz polvonlar. Hani polvonlar harakat qiling, taka ko'tarildi. Qani harakat qiling. Birinchi marra solimlari bir gilam 100 ming borasiz. Bir sarka solim bilan qaytasiz. Yana borib polvon Nolovoy marramizga tashlagan polvonimiz. Yana kiyim bilan mahkam bo'ling. Aka marraga e'tiborli, yuqori marramizga bir sarka solimga chopamiz. Oliyor polvon Farg'ona mahkam bo'ling. Bir sarka solim olasiz. Yana Malg'ut Hasanboy akamizning Akiyan nomlodi bilan Nolovoy marramizga tashlagan polvonimiz Barrat polvon birinchi marramiz pastiga tashladi. Bir gilam 100 ming so'm solimga tashladi. Ko'pkarimizning ikkinchi marra solimlari bir gilam 100 ming borasiz. Bir gilam 100 ming so'm bilan qaytasiz. Barrat polvon birinchi marramiz pastiga Akiyan bilan tashladi. Hasanboy akamizning Akiyan nomlodi bilan bir gilam 100 ming so'm solimga tashladi. Qani polvon mahkam bo'ling.
Hünkârımızın ikinci marra solimlari chopilyapti. Farg'onani polvon Obidjon akamizni farzandlari Orri polvon, Farg'ona So'q Vohidjon akamizning Betnashka nomlodi bilan tashladi. Bir sarka solim berasiz. Vohidjon akamiz mashhur otbozimiz Betnashka nomlodi bilan birinchi marramiz yuqorisi Farg'ona Obidjon xo'ja akamizning o'g'illari Orri polvon Hünkârimizning ikkinchi marra solimlariga chopilyapti. Bir gilam 100 ming borasiz, bir gilam 100 ming so'm bilan qaytasiz. Qani Abduha polvon Farg'ona qulol mahkam bo'lasiz. Bolbut Jumoy tog'amizning Osmon nomlodi bilan Farg'ona Qo'soy Birgit polvon 1 gilam 100 ming so'mga tashladi. Birgitjon polvon omadlarini bersin polvonlarimiz Bolbut oti bilan Jumoy otamizning Osmon nomlodi bilan Farg'ona Qo'soy Birgit polvon pulini ham olamiz. Omadlarini bersin polvonlarimiz, ko'pkarimiz 3-chi marra solimlari bir sarka pastki marraga chopasiz. 1 gilam 100 ming so'm yuqori marramizga chopasiz. Ko'pkarimizning 2-chi marra yuqorisiga Farg'ona Oqbiloldi polvoni Abduha polvon Gulxonbek akamizning Tayson nomlodi bilan Abduha polvon 2-chi marramiz yuqorisiga 1 gilam 100 ming so'mga tashladi. Ko'pkarimiz 3-chi marra solimlari bir sarka bilan borasiz. 1 gilam 100 ming so'm bilan qaytasiz. Qani Jasur polvon mahkam bo'lasiz. Qani mahkam bo'ling Jasur polvon. Vohidjon akamizning farzandlari Jasur polvon Pastki marramizga bir sarkaga Jasur polvon Vohidjon akamizning farzandlari Xudo xolasa Jasurbek ukamizga ham shirindan shakar qizi o'g'illarni Alloh bersin. Kuyov bola xonadonlarida xursandchilik kunlar bo'lsin. Xudo xolasa mana Jasurbek ukamiz ham Maksim akamiz zotlari bilan Shukr nomlodi bilan tashladi. Jasurbek polvon Maksimbek akamizning Shukr nomlodi bilan bir sarka solimga tashladi. Aralari qo'llab bo'lsin, omadlarini bersin. Jasur polvon ham mana maydonga qaytdi. Qani Barrot polvon mahkam bo'ling. Pastki marramizga Mashinani qo'yib qo'ygan shofyor akamiz, otlar kiradigan joyga qo'ygan akamiz, mashinani oldiga boring. Ichki ishlar xodimlari so'rashyapti. Bolbut Hasanboy akamizning Akiyan nomlodi bilan Murat polvon yuqori marramizga 1 gilam 100 ming so'mga tashladi. Pastki marramizga taga ko'tarildi. Ana harakat qiling polvon, somonga yaqinsiz. Murat polvon 1 gilam 100 ming so'mga marra qildi.
omadlarini bersin polvonlarimiz. Maydonda qamchi yo'qolgan top olganlar egasiga beraylik. Polvon pastki marramizga bir gilam 100 ming so'mga tashladi. Anvarjon akamizning o'g'illari Abdumalik polvon o'zini Fars nomloti bilan marralari qo'llab olsin. Abdumalik polvon o'zini Fars nomloti bilan bir gilam 100 ming so'm solimga tashladi. 5-chi marra solimlari bir gilam 100 ming borasiz, bir tana bilan qaytasiz. Qani harakat qiling polvon 5-chi marra solimlariga. Bir gilam 100 ming pastki marramiz, yuqori marramiz bir tana solimga chopasiz. Farg'ona xon qizi polvoni Abdug'oppor polvon omadlarini bersin, yuqori marramizga bir sarka solimga tashladi. Novvoychi, Pahlavon aka Novvoychining otlari bilan omadlarini bersin. Pahlavon aka Novvoychining oti bilan bir sarkaga marra qilgan polvonimiz Abdujalil polvon o'g'illari Farg'ona xon qiz Abdug'oppor polvon. Pahlavon akamiz ham safardalar, qilayotgan ibodatlarini Alloh qabul qilsin. Xudo xolasa yorug' yuz bilan ko'rishlik Pahlavon akamizga ham nasib ro'za aylasin. Duogo'y bo'lib qaytishlik nasib qilsin. Qani polvon mahkam bo'ling, pastki marramizga chiroyli jo'nadi, mahkam bo'lasiz. Harakat qiling polvon. Qani harakat qiling, yuqori marramizga bir tana solim olasiz. Olambe akamizda chempion nomloti bilan Haydarkan Sabit polvon, Qirg'iziston Haydarkan Sabit polvon Mavlonbek akamizning chempion nomloti bilan bir gilam 100 ming so'm solimga tashladi. Omadlarini bersin polvonlarimiz, mehmonlarimiz. Qani tana ko'tarildi, qani polvon mahkam bo'ling. Bir tane solim olasiz. Qani polvon mahkam bo'ling. Tomonga yurasiz. 5-chi marramiz yuqorisi tana. Mavlonbek akamizning chempion nomloti bilan Sabit polvon pastki marramizga bir gilam 100 ming so'm solimga bo'ling, mahkam bo'ling. Harakat qiling, bir tana solim olasiz. Qani dodo safar harakat qiling, muxlislaringiz so'rayapti. Marra yaqin joyda taka yerda bir tana solimga chopilyapti. Harakat qiling polvon. Ko'pkarimizning 5-chi marra solimlariga chopilyapti. Ko'pkarimizning 5-chi marra solimlari bugun Farg'ona So'x tumanida Alloh ko'pkarimiz chopilyapti. Buning uchun bizga yaqindan yordam berib,
xalqimizga mana shunaqangi xursandchilik kunlarda ulashay turgan Hoshimiddin otamizning davomchilari omadlarini bersin. Ichki ishlar xodimlariga ham katta rahmat. Xonadonlari tinch bo'lsin. Yurtimizda mana shunaqangi xursandchilik kunlarda xizmat qilishlikdan hech qachon charchamasin. Ani polvonlar harakat qilasiz. Ko'karimizning 5-marra solimlari. Bir tana solim olasiz, ho'kiz olasiz. Choping polvon. Taka yerda uzoqroq aylantirasiz. Marraga 73 ta. Uzoqroq aylantirasiz. Marraga yaqin joyda taka yerda. Uzoqroq aylantiring, uzoqroq aylantirasiz polvon. Qani harakat qiling polvon. Zo'roq aylantirib chopasiz. Bir tana solim olasiz. Aka ko'tarildi. Aka kirmadi. Qani polvon mahkam bo'ling. Shiddatli tortishuvlar davom etmoqda. Bir tana solim olasiz. Harakat qiling. Birinchi tanamiz Haysot o'zga nasib qiladi. Gulshan. Dünyalarga dong'i ketgan hech yengilmas polvonlari. Dunyolarga dong'i ketgan hech yengilmas polvonlari. Manman deganni yettar, yer ko'rmagan yelkalari. Mani Rishton Jasur Boytimorda ishga solamiz. Yer ko'rmagan yelkalari. Taka ko'tarildi. Qani harakat qiling polvon. Taka yerda qayta harakat qilamiz. Qani polvon mahkam bo'ling, somonga yaqinsiz. Qani! Yelomon polvon Ko'pkarimizning 6-marra solimlari. Bir sarka pastga chopasiz. 1 gilam 100 ming so'm yuqori marramizga chopasiz. Yelomon polvon Gulshanbek do'stimizning dadalari, Roshanbek xo'jakamizning Ayak nomloti bilan birinchi tanamiz, birinchi ho'kizimiz Yelomon polvonga nasib qilyapti, omadlarini bersin. Ayak bilan tashladi. Yelomon polvon Qirg'iziston Roshanbek xo'jakamizning Ayak nomloti bilan birinchi ho'kizimiz Gulshanbek akamizga nasib qildi, omadlarini bersin polvonlarimiz. Yelomon polvonga omadlarini bersin. Xudo xolasa bundan-da chiroyli marralarda qilishlik nasib qilsin. Taka bir marta borib kelgandan keyin takani almashtirib, yangi taka bilan chopamiz. Qaynagan joyi eski marramizga bir sarka solimga taka ko'tarildi.
Qani polvon mahkam bo'ling, zamondan adashmaysiz. Qani mahkam bo'ling. Harakat qiling polvon. Qani yuqori marramizga harakat qilasiz. Yuqori marramizga chopamiz. Bir gilam 100 ming so'mga yuqori marramizga choping. Yapti. Isroiljon akamizning Gerroy nomli oti bilan Isroiljon akamizning Gerroy nomli oti bilan Azbek polvon bir sarka solimga tashladi. Maralari qulluq bo'lsin, omadlarini bersin polvonlarimiz. Azbek polvonga qulluq bo'lsin, Isroiljon akamizga qulluq bo'lsin. Qani Jasur polvon mahkam bo'lay. Taka yuqoriga borib tushgandan keyin takani almashtirib olamiz. Qani somonga yurasiz Jasur polvon. Harakat qiling. Chopmay polvon, taka joyida qoldi. Duvom beylari. Takalarga egalik qilaylik takaga. Maqsum Hoji akamiz zotlari bilan Jasur polvon ikkinchi marrasini tashladi. Shtorrin nomli oti bilan tashladi. 1 gilam 100 ming so'm solimga. Jasur polvon Vohidjon akamizning farzandlari. Maqsumjon Hoji akamizni Shkorrin nomli oti bilan tashladi. Marralari qulluq bo'lsin, omadlarini bersin polvonlarimiz. Hop, yangi takani chiqaraylik tezda. Yuqori marramizga borib tashlaydi, 7-marra solimlariga chopamiz. Qani choporing polvon, pastga choporasiz, pastga choping. 1 gilam 100 ming so'm borasiz, bir sarka solim bilan qaytasiz. Abakan nomli oti bilan Gulshan polvon yangi takamizni tashlab berdi. Roshanbek Hoji akamizning farzandlari, tadbirkor, qadrdon ukalarimiz Gulshanbek Abakan bilan tashlab berdi. 1 gilam 100 ming borasiz, bir sarka solim bilan qaytasiz. 7-marra solimlariga chopilyapti polvonlar. Polvon chiroyli jo'nadi, polvon mahkam bo'lay. Taka yerda. Nurullo polvon, harakat qiling. $579 Damas egasi. Mashinangizni oldiga chiqing. 579 Damas egalari. Taka ko'tarildi, pastga marramizga chopilyapti. Qani polvon mahkam bo'ling. Qani Shukrillo polvon mahkam bo'ling. Qani qololmaysiz. Qani yuqori marramizga chopamiz. 7-marramiz yuqorisiga choping polvon. Qani bo'ytumor bilan mahkam bo'lasiz.
Hani Rishtonda polvoni Jasur polvon bir sarka so'limga chopilyapti. Ozbek akamizni farzandlari Jasur polvon. Qani mahkam bo'ling polvon. Pastki marramizga Shukrullo polvon. Otabek akamizni Akko'lla nomloti bilan pastki marramizga Shukrullo polvon 1 gilam 100 ming so'm so'limga tashladi. Omadlarini bersin polvonlarimiz, Shukrullovni ham olamiz. Maydon egalari, maralari qo'lli bo'lsin. 1 gilam 100 ming so'mga Otabek akamiz zoti bilan tashladi. Akko'lla nomloti bilan Shukrullo polvon davomiy bo'lsin. Otabek akamizga ham, polvonimizga ham davomiy bo'lsin. 8-marra solimlari bir sarka bilan pastki marramizga choping. 1 gilam 100 ming so'm yuqori marramizga chopasiz. Moytamor bilan bizni qadrdon ukamiz Gulxonbek ukamizning Moytamor nomloti bilan Jasur polvon bir sarka solimga tashlagan polvonimiz Rishtonda polvoni Ozbek akamizning farzandlari. Xudo xolasa Ozbek akamiz ham yaxshi niyatlar ustida turibdi. Gulxonbek akamiz ham o'g'il farzandli bo'lgan. Jasurbek akamiz, Gulxonbek akamiz bor, biz uzun so'raymiz. Jasurbek akamizning ham farzandlari ona bo'lsin. Oboqilariga o'xshagan inson bo'lsin. Qani polvon mahkam bo'ling polvon. Qani olush! Farg'ona Yaypan Murodjon akamizning farzandlari vodiyimizning O'zbekistonning yulduzi Anosh polvon. Qani oxiriga tomonga yurasiz. Takamarraga tushdi, ha? Quvon beylari, belgi belvaringlar. Navbatdagi 9-marra solimlari birgina bir radiol bilan borasiz. Bir sarka bilan qaytasiz. Pastki marramiz polvonlari. Haydar Konti polvoni, Semit polvon. Pastki marramizga bir sarka akamizni ham ishlariga Alloh baraka bersin. Xonadonlarida xursandchilik kunlar bo'lsin. Semit polvon bilaklariga Alloh kuch-quvvat bersin. Ko'pkarimizning 9-marra solimlari bir gilam bir radiol bilan borasiz, bir sarka solim bilan qaytasiz. Anosh polvon yuqori marramizga 1 gilam 100 ming so'mga tashladi. Hasan xo'jagamizning Ko'kmorri nomloti bilan tashladi. Omadlarini bersin. Xo'jagamizning ham ishlariga Alloh baraka bersin. Farg'ona akamizning farzandlari Anosh polvon 1 gilam 100 ming so'm. Paralari qo'lli bo'lsin. Maqsimjon akamizning Ko'kmorri nomloti bilan Anosh polvonning 1-marrasi. Bilaklariga Alloh kuch-quvvat bersin, davomiy bo'lsin marralari. Maqsimjon akamizning ham ishlariga Alloh baraka bersin. 1 gilam 100 ming so'mga tashladi polvon. 9-marra solimlari 1 gilam bir radiol bilan borasiz, bir sarka solim bilan qaytasiz. 10-marramiz solimlarini
yashin tezligida ko'tarib olamiz. Marralarni qilgan, Beshariq maydonida chiroyli marralarni qilgan Gulxonbek ukamizga ham omadlarini bersin. Lans polvon mikrofon yoniga kelib ketgan. Taka yerda. Ana taka yerda. Taka yerda. Qani polvonlar harakat qiling. 9-marra solimlari. Bir gilam, bir adyol bilan borasiz. Bir sarka solim bilan qaytasiz. 10-marramiz solimlari yashin tezligida ko'tariladi. Xalqimizga ulashyapti. Uzoq yurtlarda yurgan qadrdon do'stlaringga bemalol aytishlaring mumkin. Dilmurodjon TV Instagram sahifasida Hajini gösteriyor. Hani Nurullo polvon mahkam bo'ling. Hani Farg'ona polvoni taka yerda. Chavandozlar maktabi direktori o'rinbosari Nurullo polvondan taka tushdi. Eski marramizga taka ko'tarildi. Hani polvon mahkam bo'ling. Pastga choping polvon, pastga choping. Polvon mahkam bo'ling. Eski marramizga chopilyapti. Bugungi uloq ko'pkarimiz barcha uloqlarimizdan bir boshqacha tortishuvlarga xos uloq ko'pkarimiz guvohi bo'lamiz. Takani tortishib chopaverasiz. Qani polvon mahkam bo'lasiz. Harakat qiling polvon. Taka yerda. Marraga yaqin joyda taka yerda. Marraga chopaverasiz, to'g'ri marraga chopaverasiz. Solim ko'tarildi.
yuqori marramizga to'y sohiblari bir sarka 200 ming so'm qildi. Rishtonda polvoni, Jasur polvonni ukalari, Azbek akamizni farzandlari, bir radiolga tashlagan polvonimiz Sardor polvon, Rustam hoji, Ravshan hojilarning shogirdlari, omadlarini bersin polvonlarimiz. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Aminjon akamizning Semyorka nomlodi bilan Rishtonda polvoni, Jasur polvon, aka-ukalar omon bo'lsinlar. Azbek akamizning farzandlari. Ora ko'cha. Mana bu shapka tashg'altamiz. Aminjon akamizning 3-7 nomlodi bilan maralari qulluq bo'lsin. Pastki marramizga bir radiol, bir gilam solimga tashladi. Ora ko'zo. Hani bir sarka 200 ming so'm. Hani polvon mahkam bo'ling. Qari. 10 marra solimlari. Bir sarka bilan borasiz. Bir avtomobil bilan qaytasiz. Hani polvonlar harakat qiling, ko'pkarimizning 10 marra solimlari. Bir sarka bir pastga chopasiz. Birinchi avtomobil bilan yuqori marramizga chopasiz. Surxondaryo Alisher Baxshinodi bilan Oybek polvon omadlarini bersin. Qo'qon nomlodi bilan Shaybek hoji akamizning farzandlari Oybek polvon Surxondaryo bizga tashlagan polvonimiz bir sarka 200 ming so'm solimga tashladi. Oybek polvon Surxondaryo Alisher aka Baxshinodlari bilan tashladi. 10 marra solimlari. Bir sarka bilan borasiz, avtomobil bilan qaytasiz. Hani polvon mahkam bo'ling, pastki marramizga tanga ko'tarildi. Harakat qiling, polvon mahkam bo'lasiz. Bekzod. Pastki marramiz 11 bo'ldi, taga marraga kirmay tushdi. Pastki marramiz 11 uzoqroq aylantirasiz. Marraga juda ham yaqin joyda taga yerda. Taga marraga yetdimi? Ana onosh polvon mahkam bo'ling. Hani yuqori ko'tarildi avtomobil. Ana onosh. Ana avtomobil. Pastki marramizni Duvanbekka kelib keting. Pastki marramiz Duvanbekka hoji aka keling. Ana avtomobil. Ana onosh polvon mahkam bo'ling. Mana shu mikrofonni oldinglar, kalonkani oldinglar. Ochib qo'yinglar, ovoz ketmaydi aqlga. Ochib qo'yinglar. O'lyapman bu yerda. Ochib qo'yinglar, iltimos sizlardan. Iltimos qilyapman sizlardan. Qoch etdan. Kim soldi aka? Birinchi 11 hisoblaganimizdan so'ganga berdingizmi?
aylantirib tashladimi? Kim tashladi aylantirib somonga? Aka 11 bo'lgan ko'rinib turibdi. Bu bolaniki hisobmas. 11 berdik. Ay uzoqroq aylantirib solasan dedim. Ana Abdumajid polvon sopdi. Marraga yetmaganiga berilmaydi. Abdumajid polvon, Farg'ona Oqbiloldi polvoni. Firdaus xo'jakamizning dollar nomloti bilan omadlarini bersin polvonlarimiz. Firdaus xo'jakamizning dollar nomloti bilan Abdumajid polvon. Marsimin bolalar, Anosh polvon, hech bola qilmadimi? Malladez otangga rahmat. Pastki marramizga bir sarkaga Abdumajid polvon tashladi. 11-marra solimlari bir gilam 100 ming so'm bilan borasiz. Bir gilam bilan qaytasiz. Harakat qiling polvonlar. Farg'ona Oqbiloldi polvoni bir sarka solim berasiz. Avtomobilga tashlagan polvonimiz Farg'ona Yaypan Murodjon akamizning farzandlari Anosh polvon. G'ayratjon aka propanning otlari bilan omadlarini bersin. G'ayratjon aka tadbirkor akalarimiz propan gazchi akamizning otlari bilan birinchi avtomobil gladiator otimizga nasib qilyapti, omadlarini bersin. Anosh polvon marralari qulluq bo'lsin. G'ayratjon akamizga ham qulluq bo'lsin. Tadbirkor akalarimiz mana avtomobilni texnik pasportini olasizlar yigitlar. G'ayrat akamizning yigitlari avtomobilni texnik pasportini olinglar. Qulluq bo'lsin. Qulluq bo'lsin. G'ayratjon akamizga qulluq bo'lsin. G'ayratjon akamizning gladiator nomloti bilan avtomobilga tashlagan polvonimiz Anosh polvon. Pastki marramizga Farg'ona Oqbiloldi polvoni Abdumajid polvon. Firdaus xo'jakamizning dollar nomloti bilan tashladi. Firdaus xo'jakamizning dollar nomloti bilan pastki marramizga Abdumajid polvon. Pastki marramiz 11 bo'lgan, aylantirib Abdumajid polvon tashlayapti. Ani Farg'ona Oqbilol Akmal polvon 11-marra solimlari 1 gilam 100 ming so'm borasiz. 1 gilam 100 ming so'm bilan qaytasiz. Abduvahhab polvonni taqimida aka. Abduvahhab polvonning taqimida. Ani Abdumajid polvonni farzandlari somonga yaqinsiz. Qani halollang polvon. 12-marra solimlari gilam 100 ming borasiz. Sarka bilan qaytasiz. Pulni olamiz. Polvon. Pulni ham olamiz. Bir gilam 100 ming so'm borasiz. Bir sarka solim bilan qaytasiz. Hadi polvon mahkam bo'lay. Taka yerda. Muhammad polvondan taka tushdi. Chiroyli ketaytiradi polvonimiz. Xalqim tinchligiga ko'zga ko'rmang. Bu yurtning obro'si ko'kka yetqolsin. Andisha qilganning qo'rqoqqa yo'ymang. Jim turib yengmoqlik mardlik belgisi. Chorak asrlardir mustaqil bo'lgan, mustahkam qurilgan bizning poydevor
shu yurtga umrini, jonini bergan Amur Temur bobomizning davomchilari, maydonimizda polvonlarimiz bor, harakat qilaverasiz. Ana polvonlar harakat qiling. Amur Temur bobomizning izdoshlari bugun so'q maydonida uloq chopyapti. Bir gilam 100 ming so'mga tashladi polvon. Yana Avaljon akamizning mer sinovloti bilan tashladi. Abdug'appor polvon, Abdumajid, Abdujalil polvonning o'g'illari, Farg'ona xonqiz, Amaljon akamizning mer sinovloti bilan tashladi. Marralari qulluq bo'lsin. Hoji akamizni ham ishlariga Alloh baraka bersin. Taka yuqoriga kelsa almashtirib olaylikmi, tuvan beylari? Takani almashtiraylikmi? Taka yuqoriga kelib tushgandan keyin takani almashtirib olamiz. Yakinim do'kon. Maydon egalari, Yeli polvon, bir bo'y yoniga keling. Ana yuqorimizga, marramizga taka ko'tarildi. Ana O'zbek mahkam bo'lay. Ana O'zbek polvon mahkam bo'lasiz. Chopmay, taka joyida qoldi. Chopmay, taka joyida qoldi. Chopmay polvon, taka joyida qoldi. Teginmay takaga. Pastki marramiz Duanbegi hoji akamizni farzandlari Azbek polvon marralari qo'llovuzin yuqori marramizga tashladi. Bilan Maksimiz nomloti bilan hoji aka qo'llov bo'lsin, omadingizni bersin. Bering takani. Rahmat. To'rtinchi 13 marra solimlarini e'lon qilamiz. Taka borib tushgandan keyin. O solimlari bir sarka pastki marramizga chopasiz. Bir gilam 100 ming so'm yuqori marramizga choping. Maksimiz nomloti bilan tashladi. Bir sarka solimga hoji aka qulluq bo'lsin, davomiy bo'lsin. Taka yerda. Hop, mana hozirgina mehmonlarimiz yetib kelishdi. Qirg'izistondan tashrif buyurgan mehmonlarimiz. O'shabek akamiz,
xalqimizni bir tabriklab, qardoshligimizni, qarindosh urug'chiligimizni bir yo'qlab, polvonlarni, muxlislarni tabriklab qo'yishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli mezbonlar. Mana bugun So'x rayonida, So'x tumanida cho'ng bayram. Bu bayramning sababkari ataqli sayyohgar Tashmetin akamizning bolasi Sadirjonning to'yiga bordingizlarni xush kelibsizlar deyman. Hurmatli tug'anlar, mana shunday qattash uloqlarda, to'ylarda hech qachon bo'lib ko'rmaganday hattavlar to'xtab qolgan edi. Hurmatli sizlarning prezidentingizlar Shavkat Miromonovich, bizning prezidentimiz Sadir Nurg'o'yevich do'stligimizni o'tab ekan deb mana bugun biz to'yda o'tiramiz. Mana bu So'x tumanida ataqli sayyohlar, otbozlar bo'lgan. Ataqli Xolvoy akamiz Bomirgan Ayshatam. Memrat o'zi. Telefon etib bitimni saqlaymiz. Ovozakir. Ligimiz davomiy bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Dasata barduo, dasata. Aka bori marraga tushadi, taka chopilmaydi. Yuraring, yuraring. Tarmashmang, qo'yganlar, tarmashmang. Bo'ldi, tashlang. Faqat deydimi? Bo'ldi, taka yertilgan. Xo'p, polvon e'lon qilamiz. Bujunda bo'sha. Qo'yga do'sagin. Polvonlar. Polvonlar. Qaysi biring apparat ishlatyapsan? Sardorov. Qaysini ishlatyapsan? Sardor. Solim berasiz. Bir gilam solim bering. Marifjon Xo'jaka. Jumovoy Xo'jakamizning farzandlari. Marifjon Xo'jaka. Chiqqandan keyin 14-marra solimlari e'lon qilinadi. Jon akamiz tadbirkor Propan G'ayratjon akamiz zotlari bilan Killa teatri bilan Anosh polvon birinchi avtomobilimizga tashladi. Omadlarini bersin. Qani polvonlar, ikki adyol pastki marramizga chopasiz. Bir to'y bilan yuqori marramizga choping polvon. Taka yerda. Qani polvon harakat qiling. Ikki adyol pastki marramizga choping, bir to'y yuqori marramiz. Orriq polvon pastki marramizga ikki adyol solimga tashlab keldi. Balbutdan Jumovoy otamizning Osmon nomlodi bilan Osmonning ikkinchi marrasi Orriq polvon omadlarini bersin. Ikki adyol solim berasiz. Qani yuqori marramiz to'y. Qani harakat qiling to'y. Qani harakat qilamiz. Ot bo'laman degan to'y. Qirg'iziston Qobil polvon
mikrofon yoniga kelib keting. Ana toy ko'tarildi, toy. Bu yil ot yili. Ot muchali. Ana polvonlar harakat qilasiz. Toy solim olasiz. Marufjon Xo'jaga mikrofonga kelib ketasiz ha. Akani tashlab bergan Marufjon Xo'jagamiz. On to'rtinchi marramiz yuqorisi toy. Pastki marramizga Farruh polvon Malbatdan Jumovoy otamizni osmon nomlodi bilan tashladi. Farruh polvon toyga shiddatli tortishuvlar davom etyapti. Toy solim olasiz. Farruh polvon Farg'ona Ana toy! Ana mahkam bo'ling yordi polvon. Toy solim olasiz, toy. Çok polvon. Qani mahkam bo'ling, polvon mahkam bo'ling. Ana Farg'ona so'qchilar qanaqa bo'ladi ko'ring. Qani mahkam bo'ling, polvon mahkam bo'ling. Başakın nasıl şey yapar? Ana polvon mahkam bo'lasiz, toy. Lacımıza kaşık gitan. Aka yerda. Lacımıza kaşık gitan mı? Sodaları büyük. Sodaklı ki ayrılmasın. Ana toy. Ana polvon mahkam bo'ling, toy. Ana Somet polvon mahkam bo'lasiz. Haydar Kotli polvoni mahkam bo'ling. Taka yerda. Yuqoriga chopilyapti, toy yuqoriga chopilyapti. Toy! Qananosh polvon mahkam bo'ling, toy! Qananosh polvon mahkam bo'lasiz. Harakat qiling polvon. Qani yuqori marramiz, toy! Qani marraga yaqin joydasiz. Mahkam bo'ling. Qananosh polvon mahkam bo'ling. 8 metr polvon chiqyapti.
Belga yerda. Hep aynı bak sen. Hozirjon akamizni farzandlari Lochinbek mikrofon yoniga keling. Akmal polvon mahkam bo'ling. Farg'ona Oqbulon Akmal polvon. Qani polvon mahkam bo'ling. Qani Akmal polvon somonga yaqinsiz. Qani o'tiraver polvon mahkam bo'ling. Qani harakat qiling, qani mahkam bo'ling. Qani Akmal polvon mahkam. Shu, tamam. Qon beylari bayroq bilan belgi beringlar bizga. Tushdimi? Tushdi. Bayroqchi, belgi berib turing iltimos. Neyim hoca qo'ydi? 15-marra solimlari bir sarka bilan borasiz, bir gilam bilan qaytasiz. Akmal polvon Farg'ona Oqbuloldi polvoni. Oyga tashlagan polvonimiz. Suhratjon Xo'ja akamizning Maksimus nomlodi bilan Farg'ona Oqbuloldi polvoni. Oyga tashlagan polvonimiz Akmal polvon. Suhratjon Xo'ja akamizning Maksimus nomlodi bilan tashladi. Xo'ja akamizni ham ishlariga Alloh baraka bersin. Baralari qulluq bo'lsin. Qani yuqori marramizga ko'tarildi, taka mahkam bo'ling polvon. Qani mahkam bo'ling, bir gilam solimga yuqori marramizga ko'tarildi. Qani qo'lollang polvon. On 16-marra solimlari bir gilam bilan borasiz, bir sarka bilan qaytasiz. Suhrob akamizga qulluq bo'lsin, toylar qulluq bo'lsin. Akmal polvonga qulluq bo'lsin. Oybek polvon so'q. Doğru gol. Zaprabchik G'ayratjon akamizning Qo'rriq nomlodi bilan tadbirkor akalarimiz, Pirrapancha akalarimiz G'ayratjon akamizning qo'rig'i bilan Oybek polvon Farg'ona safga. G'ayrat akamizni oti emasmi? Hop, Xalifbek akamizning Buxoro nomlodi bilan ekan-a? Xalifbek akamizni oti bilan ekan. Omadlarini bersin. Sabrabchik akalarimiz Xalifbek akamizning Buxoro nomlodi bilan Oybek polvon yuqori marramizga bir gilam solimga tashladi. 16-marra solimlari bir gilam bilan borasiz, bir sarka solim bilan qaytasiz. Qani Akram polvon mahkam bo'ling, Akram polvon. Farg'ona Oqbuloldi polvoni mahkam bo'ling, oxiriga qadar mahkam bo'ling. Farg'ona Quvasoy Burgut polvon. Bolbut. To'yir
aka Jo'rayevning bandit nomli oti bilan Qodirjon polvon Farg'ona Quvasoy, Burgitjon polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Farg'ona Quvasoyda polvonlari Qodirjon aka Jo'rayevning bandit nomli oti bilan Maske marramizga bir gilam solim berasiz. 17-marra solimlari bir sarka borasiz, bir gilam bilan qaytasiz. 17-marra solimlari chopilyapti. Akramjon polvon yuqori marramizga bir sarka solimga tashladi. Marralari qo'llo bo'lsin. Domla mana var ha? Farg'ona suv, domla, Minavarjon akamizning general nomli oti bilan Farg'ona Oqbiloldi polvoni Akram polvon omadlarini bersin. Suv, domla, Minavar akamizning general nomli oti bilan Akram polvon yuqori marramizga bir sarka solimga tashladi. Domla Minavar akamizga ham qo'llo bo'lsin, omadlarini bersin. So'xlik otvozlarimiz. Yana Barrot polvon mahkam bo'ling. Gladiator bilan mahkam. Barrot polvon bugun qaynadi. Aka yerda. Jangan sekarang musuh Ranjo. Oh, jangan. Oh, sana. Omatnya. Boyning Berlin nomli oti bilan Berlin nomli oti bilan Emil boyning Berlin nomli oti bilan Odilbek polvon omadlarini bersin. Bir sarka solim berasiz. Bir sarka solim berasiz. Yangi takamiz bormi yigitlar? Taka yuqoriga kelgandan keyin takani almashtiramiz. Yuqori marramiz Do'mbegi. Taka marraga borganda takani almashtirib olamiz. Shurikani Maske marramizga bir sarka solimga tashladi. Taka yuqoriga boradi, taka chopilmaydi, joyida qoladi. Yangi taka bilan chopamiz. Taka chopilmaydi, taka joyida qoldi. Marraga tushgan taka joyida qolsin. Do'mbeylarimiz oladi. Qirg'iziston Temir polvon Emirbek yuqori marramizga bir gilam solimga tashladi. Polvon omadlarini bersin. Emirbek polvon yangi taka bilan chopamiz. Butun takani beringlar, yangi takani yigitlar. Olib keling.
Vohid aka, o'zingiz ko'tarib olib kelmasangiz, ha? Omadingizni bersin. Vohidjon akamiz omadlarini bersin. Takani almashtirib olamiz, oxirgi marralarimizni yangi taka bilan chopaylik, poychalari butun taka bilan. Polvon mana, qarang. Xo'p, Og'abek polvon takani olib borib yuqori marramizga tashlaydi. 18-marra solimlarini e'lon qilamiz. Qani polvonlar chopasiz. 18-marra solimlari. Bir gilam pastga chopasiz. Bir tana. Navbatdagi tanamiz yuqoriga chopasiz. Harakat qiling polvon. Pastga choping polvon, pastga chopasiz. Bir gilam solim olasiz. Qori marramiz bir tana solimga chopasiz. Qani Abdumalik polvondan taga tushdi. Abdumalik qayta harakat qiling. Pai razão para o grupo, né? Cada um não sabe. Qani qori marramizga navbatdagi tanamiz. 18-marramiz tanaga choping polvon. Elamon polvon pastki marramizga bir gilam solimga tashladi Elamon polvon. Alqadan Ahmadjon hoji akamizning Akkala nomlodi bilan Elamon polvon bir gilam solim berasiz. Qirg'iziston Elamon polvon Alqadan Ahmadjon hoji akamizning Akkala nomlodi bilan tashladi. Marralari qulluq bo'lsin Elamon polvonga. Qani anosh polvon mahkam bo'ling. Qani polvon oxiriga qadar mahkam bo'lasiz. Qani tana chopilyapti, mahkam bo'ling.
Uzoq. Hadi. On 8. marramiz yuqorisiga tanaga chopilyapti. Mana polvonlar navbatdagi tanamiz. Birinchi tanamiz To'q Roshanbek Hojibomizning Ayyakis nomloti bilan Elaman polvonga nasib qilgan. Ana navbatdagi tanamiz chopilyapti, harakat qiling polvonlar. Yuqori marramizga bir tana solim olasiz. Ononosh polvonning shogirdlari Mirzo polvon harakat qiling. Qani polvon mahkam bo'ling. Qani tana. Somonga yuring polvon, somonga yurasiz. Qani polvon mahkam bo'ling. Somonga harakat qiling polvon. Qani harakat qiling, oz qoldi, harakat qilasiz. Qani marraga kirib bo'shating takana. Qani polvon mahkam bo'ling. Taka yerda. Qani polvon mahkam bo'ling. Qani tana solim olasiz. Qani o'tiraver polvon, somonga yuring. Qani somonga yuring polvon mahkam bo'ling. Bo'ling tana. 19. marra solimlari. Bir gilam pastga chopasiz. Bir gilam 5 adyol yuqori marramizga chopasiz. Oxirdan oldingi marramiz chopilyapti. Bundan keyingi marramiz oxir bo'ladi. Oxirgi marramizdan oldingi marramiz chopilyapti. Elaman polvon. Navbatdagi tanamizga yana Elaman polvon. Qirg'iziston halqidan Ahmadjon akamizning Akola nomloti bilan
borishim, qaytishim. Elamon polvonga, Ahmadali Xo'jakamizga nasib qilyapti omadlarini bersin. Omadini bersin polvonlarimiz, bilaklariga Alloh kuch-quvvat bersin. Borishni ham, qaytishni ham Elamon polvon. Ahmadali Xo'jabomizning Haqqo'la nomlodi bilan Adiljon polvon deb otasiga rahmat. Takani ko'tarib bergan polvonimiz. Bir tane sağlam berasiz. Bana oxirdan oldingi marramiz chopilyapti, bundan keyin oxir. Halkadan Ahmadali Xo'jabomizning Haqqo'la nomlodi bilan Aydarkin Elamon polvon bir tana solimga tashladi. Yuqori marramiz Duvombegi mikrofon yoniga kelib keting. Yuqori marramiz Sayimjon Xo'jaga mikrofon yoniga kelib keting. Duruna görürsüymütü? Azbey polvondan taka tushdi. Qara polvonlar harakat qiling, ko'tar polvon. Hadi ko'tar. Oxirdan oldingi marraman. Hadi polvonlar mahkam bo'lay. Hadi o'rik polvon mahkam. Farg'ona Obidjon Xo'jakamizning farzandlari Orif polvonning taqimida taka mahkam bo'lasiz. Taka yerda, Orif polvondan taka yerga tushdi. Taka ko'tarildi, yuqori marramizga taka ko'tarildi. Qani, Akram polvon mahkam bo'ling. Qani, Akram polvon mahkam bo'lasiz. Pastga marramizda polvoni Farg'ona Yaypan Anosh polvon. Murodjon akamizning farzandlari. Haydarkandan Islomboy akamizning to'rig'oti bilan Boyto'riq nomli oti bilan Anosh polvon Haydarkan Islomboy akamizning Boyto'riq nomli oti bilan pastki marramizga Anosh polvon tashladi. Qani yuqori marramizga chopilyapti polvonlar, harakat qilasiz. Tashkillashda yaqindan yordam bergan Farg'ona viloyati hokimligi, So'x tumani hokimligi, Farg'ona viloyati ichki ishlar xodimlari, So'x tumani ichki ishlar xodimlari, Milliy gvardiya xodimlari, Ulug' Ko'pkari federatsiya xodimlari,
mana shu ulug' ko'pkarimizga tashkilotchilik qilgan aka-ukalarimiz, muxlislarimiz barchalaringga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Ilohim, yurtimiz tinch, yurtimiz obod bo'lsin. Yurtda hech qachon jinoyat bo'lmasin. Xalqimizni mana shunaqangi xursandchilik kunlarida xizmat qilishlikdan ichki ishlar xodimlari ham hech qachon charchamasin. O'zimiz nomimizdan ham rahmatnomalarni yetkazib qo'yamiz. Alloh rozi bo'lsin. Qani polvonlar harakat qiling. Oxirdan oldingi marra solimlari chopilyapti. Harakat qilasiz. Qani polvon mahkam bo'ling. Qani somonga yaqin so'z mahkam bo'lavering. Qani og'a, pastga choping polvon. Qani polvonlar harakat qilasiz. Oxirgi marra solimlari. Qani og'a. Bir sarka pastga chopasiz. Avtomobil og'a. Biz sinfdoshlar nomidan, Baxtiyorjon akamizning sinfdoshlari nomidan avtomobil. Yuqori marramiz polvoni. Duombey bilan hal qilib kelinglar. Boringlar, Duombey bilan hal qilib kelinglar. Yuqori marramiz hoji akamiz Duombey bilan hal qilinglar. Oxirgi marrani choptiryapman. Borib shu yoqda hal qilib kelinglar. Qani polvon mahkam bo'ling polvon. Yuqori marramiz Duombeyga kelib keting. Hoji aka kelib keting. Qani yuqori marramiz oxir avtomobil. Jahongir akamizning sinfdoshlari solimi avtomobilga chopasiz. Kim aka? Ularniki hisobmi? Barot polvon 5-marrasini tashlab omadlarni bersin. Teatr bilan omadlarni bersin polvonlarimiz. Qani og'a! Hasanxon akamizning teatr nomlodi bilan Barot polvon pastki marra, yuqori marramizga tashlagan polvonimiz. Qani polvon mahkam bo'lay. Qani jo'ska. Qani polvon mahkam bo'ling avtomobil. Qani oxir. Pastki marramizga bir sarkaga polvonlarimiz tashlab kelyapti, omadlarni bersin. Haydarkendan Qobil polvonning bolasi Sherg'alibek
Araları kollamasın, omadlarını versin. Aydarkeş, Kamil Polvonning bolasi Jirg'aribek. Birdan 200 ming so'm ham qo'shib berilyapti. Jirg'aribek, pulni ham olamiz. Solimga tashladi. Kamil Polvonning bolasi. Qani oxir chapamiz polvonlar mahkam bo'ling. Basini sinfdoshlar nomida avtomobil Olbekning polvoni Manat polvon bugun qaynadi, 5 marra soldi. Omadlarni bersin. Boylar ko'paysin! Jismu jonim yayrab turar, nusronalar aylab turar, shunday zamonlarni ko'rib, davru davronlarni ko'rib. Ey yoronlar Toshmitenovlarning ulug' ko'pkarisi yakuni oxir. Avtomobil. Biz sinfdoshlar nomidan 11-B, 8-B, sinfdoshlar nomidan avtomobil solim qo'yilgan. Jahongir akamizning sinfdoshlari. Dastlariga Alloh baraka bersin. Do'st bo'lsang yonimda dur deyilgan. Jahongirning do'stlari omon bo'lsin. Aka yerda, qani oxir, harakat qiling polvonlar oxir. ₹5000 Olimpiyek akamizning nomidan solim keldi avtomobilni ustiga. Qani Akmal! Qani Akmal! Qani oxir! Qani polvon mahkam bo'ling oxir! Qani Akmal polvon mahkam bo'ling! Avtomobil! Qani oxir Akmal polvon o'tiraver. Mahkam o'tiraver Akmal polvon. Qani o'z qo'lni mahkam bo'ling. Qani bayroqchilar bayroqni yuqoriga ko'taramiz. Qani oxir. Qani Akmal polvon mahkam bo'ling. Qani Chopma polvondagi joyda qoldi. Hardiston Ayqatofli. Hardiston avval. Xush ko'rdik. Bugungi Toshmitin otamizning davomchilarining ulug' ko'pkarisi yakuni. Mutlaq g'olib chempioni. Bir avtomobil 5000 rossiyskiy pulimizga tashlagan polvonimiz. Farg'ona Oqpolvoni polvoni Akmal polvonga bitta qartaga olqishlar.
omadlarini bersin, polvonlarimiz omadlarini bersin. Suhrobjon akamizning Maksimus nomlodi bilan Maksimusning 3-chi marrasi oxirgi marrani ham judayam qoyillatdi omadlarini bersin. Suhrobbek akamizning Maksimus nomlodi bilan Akmal polvon avtomobil bugungi uloq ko'pkarimiz mutlaq g'olibi. Qani ilohim, ilohim kimki mana shunaqangi xursandchilik kunlarni niyat qilgan bo'lsa Alloh niyatlariga yetkazsin. Hammamizni xonadonimizda xursandchilik kunlar bo'lsin. To'y qilganlar niyatlariga yetsin. Qilgan ihsonlarini Alloh birlarini minglaridan qilib qaytarsin. Oqibatlarimizni Alloh xayrli qilsin. So'xta to'ylar davom etsin. Amin. Allohu akbar. Xush ko'rdik. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Şunu kare. Ne? Yok.